Mahoratli aktrisa Vazira Yunusova shoshilinch murojaat bilan chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Mahoratli kino hamda seriallar aktrisasi Vazira Yunusova ayollarga shaxsiy murojaat bilan chiqdi. Aktrisa Vazira Yunusova ayollarga murojaat qilib, birovning qizini yomonlamaslikka chaqirdi. Uning aytishicha, kelin bo'lib tushadigan qiz haqida gap ketganda bo'lmagan narsaga aralashish yoki asossiz yomonlash to'g'ri emas. Ayollarga iltimos qilgan bo'lardim. Birovning qizini yomonlamang, deydi aktrisa. Vazira Yunusovaning ta'kidlashicha, agar kimdir bir xonadon haqida so'rasa, u holda bilmayman deya qo'ya qolish madaniyatga to'g'ri keladi. Agar o'sha oila yoki qiz haqida yaxshi bilishsa, aksincha maqtash kerakligini aytadi. Aktrisa bunday gap so'zlarning oqibati baribir oila hamda farzandlar tarbiyasiga ta'sir qilishini eslatib, nega yomonlaysiz? Bu sizning nevaralaringizda qaytadi degan fikrni bildiradi. Uning so'zlariga ko'ra, har bir nikoh hamda taqdirda hikmat bor. Nima bo'lgan taqdirda ham Alloh ularni juftlashtirmoqchi. Yomonlikka erishib nima qilasiz deya Vazira Yunusova ayollarni mehribonroq, insofliroq bo'lishga undadi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari hamda aktrisaning kuzatuvchilari uning bu fikrini qo'llab-quvvatlashdi. Ammo ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari esa ushbu fikrga jiddiy qarshilik bildirib, buni muhokama qilishmoqda.